Surxondaryoda go'sht narxini sindiramiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Deno qassob servisda живой veska qo'y go'shti kilosi 85 mingdan. Bu degani qo'yning umumiy vazniga 85 mingdan kilosiga pul to'laysiz degani. Bu narx ichida olib borib, so'yib, maydalab, dastavkasi xizmati hammasi ichida kiradi. Aka, go'sht hisobiga olsa-chi? Go'sht hisobiga olsa-ki, maydalari 140 mingdan, kattalari 130 mingdan taroziga qo'yib, go'sht hisobiga tortib beramiz. Shuningdek, iftorlik, aqiqa to'ylar va boshqa to'y marosimlari uchun olib borib so'yish va oyog'i bilan sotish xizmatlari ham mavjud. Mol go'shti живой veska kilosi 65 ming so'mdan, ko'rishingiz mumkin, mollari barchasi живой veska 300 kg dan 1,5 tonnagacha chiqadi. Yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Deno qassob servis Instagram sahifasiga obuna bo'ling. Surxondaryo bo'ylab yetkazib berish xizmati bepul. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi nomer telefon qilishingiz mumkin. Manzilimiz Deno tumani, Moskva kolxozida joylashgan. Ushbu videoga like bosib, bu videoni yaqinlariga jo'natib qo'yinglar.